Assalomu alaykum qodirli podpishchilar. Mana yana bir mijozimiz ishlarni bitirib berdik. Mijozimiz ham begona emas. Ko'pchilik taniydigan odam. Mana ko'rishlaringiz mumkin katta yo'lda 10 minut bo'ldi yoqqanimizga. Xudo xolasa ishlashlari zo'r mana. Ha, mana. Ko'mirimiz o'sha. Mana yonishlari. Qoplangan holatda kelgan ko'mirlar kelishlari mumkin. Bunaqa yirigi ko'p emas. 51 ga chiqdi. Uylarimiz mana shunaqasidan oshxona, hammomni ko'prik poli, 4 ta 5 ta katta radiatorimiz bor, bitta 2,5 ga 2,5 hammomimiz ko'prik poli bor. Shunga ulangan. Bu tarafi 3 ta 9 choyxonasi. Qodirli podpishchilar. Bu yoqda bitta kat yo'l, bu yoqda bitta kat yo'l, xudo xolasa. Xizmatlar bo'lsa biz xizmatdamiz qodirli podpishchilar.